Alloh sizni yaxshi ko'rgan bo'lsa, birorta yaxshilik sizni chetlab o'tib ketmaydi. Agar Alloh sizni yomon ko'rgan bo'lsa, birorta yaxshilik sizga kelmaydi. Chunki yaxshilik ham yomonlik ham kimdan? Allohdan. Payg'ambarimiz Allohning so'zini aytayapti. Men Allohman. Mendan o'zga iloh yo'q. Agar rozi bo'lsam, barakotli qilaman. Mening barakotimning cheki yo'q. Agar g'azab qilsam, la'natlayman. Mening la'natim 7-farzandgacha yetadi. Alloh sizni yaxshi ko'rgan bo'lsa, birorta yaxshilik sizni chetlab o'tib ketmaydi. Agar Alloh sizni yomon ko'rgan bo'lsa, birorta yaxshilik sizga kelmaydi. Chunki yaxshilik ham yomonlik ham kimdan? Allohdan. Payg'ambarimiz Allohning so'zini aytayapti. Men Allohman. Mendan o'zga iloh yo'q. Agar rozi bo'lsam, barakotli qilaman. Mening barakotimning cheki yo'q. Agar g'azab qilsam, la'natlayman. Mening la'natim 7-farzandgacha yetadi.